O'zgaruvchilar va ma'lumot turlarini ko'rib chiqamiz. Pythondagi o'zgaruvchilar – bu ma'lumotlarni qanday saqlashimiz va keyinchalik biror narsa qilish kerak bo'lganda unga murojaat qilishimiz mumkin bo'lgan qiymatlar deb tushunsak bo'ladi. O'zgaruvchini qanday aniqlash va keyin uni konsolimizga chop etish yoki chiqarish uchun ba'zi misollar. Bu yerda x va y o'zgaruvchi hisoblanadi. O'zgaruvchini o'z nomi bilan unga tenglashadigan yoki beriladigan qiymatlar o'zgarib turishi mumkin bo'lgan, ammo o'z nomlanishi o'zgarmaydigan deb tushunish mumkin. O'zgaruvchilardan foydalanishdan oldin ularni aniqlash kerak. Agar siz uni avval aniqlamagan bo'lsangiz va undan foydalanishga harakat qilsangiz, xatolik yuzaga keladi. Misol sifatida quyidagi holatni keltirish mumkin. Z o'zgaruvchisi avvaldan o'zgaruvchi sifatida aniqlanmagan va shuning uchun xato kelib chiqmoqda. Pythonda o'zgaruvchilarni deyarli xohlaganingizdek nomlashingiz mumkin. Masalan, user pastchiziqcha name va username birgalikda qo'shilgan holatda. Bu ikkalasi ham Python o'zgaruvchilarining yaroqli nomlari, ammo ulardan biri ikkinchisidan yaxshiroq. Chunki u Python nomlash konvensiyalariga mos keladigan snake case'dan foydalanadi. Snake case bu pastki chiziqchali kichik harflar bilan o'zgaruvchilarga nom berishdir. Pythonda o'zgaruvchilarni asosiy nomlash qoidalari va ko'rsatmalari quyidagilardan iborat. Harflar, raqamlar va pastki chiziqlardan iborat bo'lishi mumkin. O'zgaruvchi nomini raqam bilan boshlab bo'lmaydi. Bo'shliqlar yoki maxsus belgilar bo'lmasligi kerak. Albatta, past chiziqcha bundan mustasno. Pythonning ajratilgan kalit so'zlaridan biri bo'la olmaydi o'zgaruvchi. Ya'ni Pythonda standart ishlatiladigan funksiya nomlari bo'lishi mumkin emas. Odatda PEP8 nomlash konvensiyalariga amal qiladi. O'zgaruvchilar tavsiflovchi, ya'ni nima ekanligi tushunish mumkin bo'lgan va eslab qolish oson bo'lishi kerak. Bundan tashqari, real loyihalarda o'zgaruvchi nomlari ingliz tilida beriladi. Bu o'zgaruvchi nomining qisqa va barcha uchun tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Misol uchun, yaxshi o'zgaruvchi nomlariga quyidagilarni misol keltirish mumkin. O'zgaruvchi qiymat bilan bog'liq bo'lib, uning qiymati raqam, so'z yoki keyinroq bilib olinadigan murakkabroq narsalar bo'lishi mumkin. Mana biz o'zgaruvchilarni qanday yaratamiz va ularga qiymat beramiz. Agar biz o'zgaruvchi yaratmoqchi bo'lsak, lekin uning qiymati qanday bo'lishini oldindan bilmasak, unga Pythonda maxsus ajratilgan non qiymatini tayinlashimiz mumkin. Bu yerda yomon yoki mutlaqo yaroqsiz bo'lgan o'zgaruvchi nomlarning ba'zi misollari keltirilgan. Aslini olganda, nom berish qiyin. Yaxshi o'zgaruvchi nomlari topishda qiynalsangiz, xavotir olmang. Bu rivojlanish uchun vaqt talab qiladigan mahorat hisoblanadi. Shu o'rinda Phil Carltonning shunday so'zlari bor edi. Kompyuter fanida faqat ikkita qiyin narsa bor: teshni bekor qilish va narsalarni nomlash. Va mana nihoyat dasturlarimizda o'zgaruvchilardan qanday foydalanishimiz mumkinligi haqida ba'zi misollar. Birinchi misol sifatida o'yinda siz qahramon haqidagi ma'lumotlarni, uning necha marta zarba berganligi, zarba berish kuchi va qanday tezlikda harakatlanishini saqlashingiz mumkin. Ikkinchi misol sifatida onlayn oziq-ovqat buyurtma qilish ilovasini keltirish mumkin. Ma'lum bir mahsulot haqida ma'lumotlarni, masalan, uning nomini, narxini, u vegetarianlar uchunmi yoki yo'qligini saqlashingiz mumkin. Endi ushbu qiymatlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Pythonda 4 ta asosiy ma'lumot turlari mavjud. Bular integer, float, string va booleandir. Integer butun sonlar uchun ishlatiladi. Float haqiqiy sonlar yoki qoldiqli sonlar uchun ishlatiladi deb tushunsangiz bo'ladi. String bu satrlar, matnlar, tekst uchun ishlatiladi. Boolean true yoki false, rost yoki yolg'on qiymatlar uchun ishlatiladi. Ma'lumotlar turlari bilan bog'liq bir necha qo'shimcha narsalarga e'tibor berish kerak. Satrlar katta-kichik harflarga sezgir va mantiqiy qiymatlar true va false katta harflar bilan yozilishi kerak. Bu 4 xil ma'lumot turiga ega bo'lishning sababi ma'lumotlarning iloji boricha samarali va aniq tarzda saqlanishini ta'minlashdir. Har bir ma'lumot turi saqlash uchun turli xil xotira hajmini talab qiladi va noto'g'ri ma'lumot turiga ega bo'lish noaniqliklarga olib kelishi mumkin. Lekin bundan ham muhimi, ma'lumot turi bizga ma'lumotlar bilan nima qilishimiz mumkinligi haqida ham ma'lumot bera oladi. Masalan, men ikkita butun sonni qo'shishim mumkin.
Shuningdek, float bilan butun sonni qo'shishim mumkin. Men ikkita string qo'shishim ham mumkin, lekin bunda natija boshqacha chiqadi. Qo'shtirnoq ichidagi har qanday narsa Pythonda string deb tushuniladi. Pythonda ma'lumotlarni chop etishning bir necha yo'li mavjud. Chop etish, qisqa qilib aytganda, bu ba'zi ma'lumotlarni ekranda qanday ko'rsatishimizdir. Ma'lumotlarni chop etish uchun print funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Print funksiyasini o'zgaruvchilar qiymatini chop etish uchun ham ishlatishimiz mumkin. Shuningdek, biz bir vaqtning o'zida bir necha qiymatlarni chop etishimiz mumkin. Biz matn va o'zgaruvchilarimizni birlashtirib chop etishimiz mumkin va bunda natija string holatda bo'ladi. Shuningdek, o'zgaruvchilarni chop etish uchun formatlash satridan, ya'ni fstringdan foydalanishimiz mumkin. Bu funksiya mashhur yondashuv, chunki u bizga matn va o'zgaruvchilarni osongina birlashtirish imkonini beradi. Endi ushbu dars oxirida kodlash mashqini bajarishingiz kerak bo'ladi. Sizni vazifangiz do'kondagi buyum tafsilotlarini chop etadigan dastur yozing. Quyidagi ma'lumotlarni modellashtirishingiz kerak. Mahsulot nomi, masalan olma, bu istalgan mahsulot nomi bo'lishi mumkin. Miqdori, masalan 4 ta. Narxi, masalan 20 ming. Omborda bormi? Bu boolean tipida bo'lishi kerak. Ma'lumotlarni o'zgaruvchilarda saqlash uchun qisqa Python skriptini yozing va keyin uni chiroyli formatda chop eting.